Assalomu alaykum, hurmatli guruh a'zolari, xayrli kech, kanalimiz a'zolari, xaridorlarimiz. Issiq kunlarda har xil hasharotlar ko'payadi, tabiiyki bunga qarshi kurash boshlanadi. Bizda mana bunday Hindistonniki turli xillari hasharotlarga qarshi hidlik, ya'ni mahalliy til bilan aytganda badbo'y hidlik, kuchlik vositalarimiz bor. Endi bizni xalqimiz bolajon xalq, shuning uchun xavfsizlikni o'ylagan maqsadda Novomix Group kompaniyamiz limon hidlik buni sepish jarayonida albatta himoya vositalarini rioya qilgan holda ishlatiladi, lekin limon hidi bo'ladi, boshni og'ritmaydi. Albatta buni sepgandan keyin ehtiyot choralarini ko'rib, sepish jarayonida faqat sepadigan odam o'zi bo'lishi kerak. Oziq-ovqatda saqlanish kerak. Ushbu vositalarimiz o'z xaridori ega bo'ldi va albatta ta'sir doirasi keng, ishlatilishga qulay, taklifga qarab, talabga qarab taklif berilyapti. Xudo xolasa kelaverasizlar birinchi qo'l. Inshaalloh shu rasmda ko'rsatilgan barcha hasharotlarga 99.9% ta'sir qilyapti. Shu bilan birga T35 tarakan chumorlar, hasan suvarak, burgalarga, ayniqsa kvartiralarda juda ko'payadi. Bunaqa paytlarda buni ham ishlatilsa hidsiz bo'ladi, lekin ehtiyot choralarini ko'rgani yaxshi bo'ladi. Effektimiz o'zimizga legenda bozorni, O'zbekiston bozorida o'z o'rniga ega bo'lgan, ichida ikkita 1 va 2 raqamli ikki xil dori bo'ladi. Mana bu ko'rsatilgan rasmdagi bo'yicha tayyorlanadi. Ehtiyot choralarini ko'rgan holda sepib ishlatiladi xonadonlarga. Xo'p, va mana bunday it va mushuklarimiz uchun hidsiz, lekin ta'sir doirasi keng bo'lgan ushbu bitkanalarga qarshi, xonadon mushuklar uchun, parranda va jo'jalar uchun, yirik shoxli va mayda shoxli hayvonlar uchun ushbu kapla, ya'ni tomchilarimiz juda ham samarali effekt bermoqda, ya'ni samarasi yaxshi bo'lmoqda va o'sha stimul energy, mana bu rasmda ko'rsatilgan buqalarda semirtirib olib immunitetini kuchaytiradigan darajada o'z egalarini topgan. ADEga boy bo'lgan baliq yog'imiz donlarga aralashtirib berilsa o'zi yaxshi, juda ham o'zi vitaminga boy bo'lgan ushbu baliq yog'imizni bersa maqsadga muvofiq bo'ladi. Albatta kalsiy, vitamin D3 tabletkalarimiz va stimul energy tabletka ko'rinishidagi ushbu xomashyolarni Yevropadan keltirilib O'zbekistonda Novomix kompaniyasida qadoqlanadi. Shu bilan birga mana har doimgidek Novomix premixlari 4 xil hidga ega Bosket premium klassdagi naполнителlar va byudjetniy variantda Cadbury's 3 kilolik naполнителlarimiz keldi. Natriy xlorlarimiz bemalol kelib xarid qilaverasizlar. Kurashxona G'uncha svetofor sobiq eski hammom binosida joylashgan Animal Farm Service. Sizlarga xizmat ko'rsatishdan albatta mamnunmiz. Shu bilan birga Novital Oral ushbu ko'rib turgan hayvonlar, parrandalarga birdek ta'sir ko'rsatadigan, ijobiy ta'sir ko'rsatadigan immun tizimini, qon aylanishini yaxshi qiladigan ushbu vitaminlarni berib borasizlar. Assalomu alaykum.